O'g'ilchilik 36 yoshli Akash bo'lsa, Shanxaydagi chet el korxonasining tibbiy bo'lim mudiri. Ter sohasiga eng oldin qator turadigan shirkat ishlayman. Ish va bu Jingli degan konvoyda Janubiy Jongoga mas'ul. U doktorlik o'quvchi cho'qim doktor bo'ldi degan hukmga xotim bergan. Doktorlik o'qigan bolalar cho'qim doktor bo'ldi degan narsani bir taqib o'qib degan kalonlik deydi. Doktorlikdan boshqa nima ish qila olayman deb o'ylaydim. 6 yil ichida Urumchidagi doktorxonadagi doktordan xalqaro shirkatga kollektiv yetakchisi bo'lgan. Hesab ishni ko'rlab ketibsan-da. Bir 10 yil ishlagandan keyin mushka hozir holatim chiqa olayman deb o'ylagandim. Hayotining har qetimliq qurilish nuqtasida oilasi bilan to'g'ri qaror chiqargan. Ikkilanmaylam, xizmatda istiqo berib, bolani ilib kelib, mening kaynimdan qo'llab quvvatlab, Abuzar bu 20 yil ichida o'zining tarixini qayta yaratgan. Yurakning eng ichiga, qat-qat ichiga saqlab qo'ygan ekan, men o'zimni qanday qan tekshirib qila olayman, men o'zimni qanday qan olg'a ilgarilata olayman deganga sarf qilsa, ishga qilib xizmat qilayotgan yoshlar hozir nim kasb qilyapti. Bu mening Guangdongdagi muxbirlik hayotimning 3-yili. Abuzar Xo'jadan Xinjiang international pensionsini bitirgan. Urumchida 20 yil doktor bo'lgan. 500 kuchli korxonasida Nonxuada 4 yil xizmat qilgan. Hozir Shanxaydagi Shivsariya shirkatida Yish va Bujingli xizmatini o'tayapti. Men hozir Shanxayga kelib o'rlashib tushib oldim, anikin Abzar Akashning qishiga mandim. Bugun avom shunday yaxshi odamlar jiq optab sinib. Unda asl shu yigirashuniki bankas bilan yurishini tutirib, hozir Shivsariyaniki ter kasalliklar sohasida eng tanglik bo'lgan shirkatda Yish va Bujingli bo'lib ishlayotgan Abzar Akashniga sanab boqaylik. Yaxshi makas, men taqvoatishmi? Chinaq chiqaman. Hozir tek mashq qilib chiqqan. Mao hisob Shanxaydagi bir qadar bir cho'ng bir chanshon bizning shirkatning ostida ham bizdagi yong'onlarga bekorlikchilik qilgan bo'lgandan keyin unga xizmat gullari tushlar kirib chiniqib ketamiz. O'zim shu shirkat bilan qilayotgan juvurani bir tushunib boqamsan. Bo'ldi, men hozir Shivsariyaning Gaodami degan ter sohasiga eng oldin qator turadigan shirkat ishlayman. Jongodagi Zhongbosu Shanxayda, Shongman Shanxayda Yish va Bujingli degan konvoyda, zabta Janubiy Jongoga mas'ul. Unda shu Yish va Bujingli degan qanday xizmatni odat nimishdan qilsa. Buni oddiy qilib aytsam, bo'libmi odamga munosabatli davolash xarakterini olgan har qanday bir mahsulotniki yoki dorininki cho'qim bir tadqiqotlar bo'ldi. Hamda biz ish va bu degan biz shu tadqiqotlarni qilamiz, hamda shu tadqiqot qilgan natijalarni jonjalarga, doktorlarga hamda shuning munosabatli kishilarga tushuntiramiz. Shu odat shanba kunlari uytkilar bilan bir tal qahvani qo'limizga ko'tarib, mushta ish ufim ispayalar kelib vaqtimizni o'tkazishni bir qadar yaxshi ko'rgan. Hozir kasbxona qilib sen kunda cherchuv qilgan yoki sen kunda uchirchilik odamlar qanday odamlar? Bizning uchirchilik odamlar hisob davlatimizdagi eng tanglik o'sin tuzash jonjalari, ter kasalligiga qarata masalan, ko'ngli yuvandagi dunyo mash jongodagi tanglik doktorxonalardagi tingji jonjalar bilan uchirishimiz, kunlik turmushni ko'rib turgan nurg'ulg'an cho'lponlar bilan uchrashadi, cho'lponlar uchun mulozimat qiladi. Shunda o'g'anki ularni egilaydigan, ular bilan paranglashgan chog'larda qiziqarli qo'yamiz. To'y shunda ahamiyatli bir xil ishlar borda. Qaysi mingshinlikka nariga qanday o'zgartish qilganlarini biz ancha muncha uqtirganmiz. Hayron qoldim men, bir o'ylab boqmabdi ekanman hozir. Urumchidan shu Shanxayga kelish bir jarayon so'zlab boqamsan. Bo'ldi. Men o'zim G'uljidan banka Yangiyo'lni Shanxayga o'qidim. Doktorxonasida ishlagan bo'ldim. Uni ishlab bo'lib, Nonxua degan shija Ubaychang Yaoqianiki Xiaoshuosiga, ya'ni shu Xinjiangdagi Xiaoshuosiga imtihon berib o'tib shu yerda ishlagan bo'ldim. Shu yerda 2 yil ishlab, shundan keyin Neibu Zhuanggang bo'lib, Nonxua Yish va bu bo'ldim. Endi Yish va buda Zhengzhouga berib Yish va bu ishladim. 1,5 yildak ishlagandan keyin shuninglar yana tiao qilib, hozirgi shirkatim bo'lgan Gaodamiga kelib Zhongbu Shanxayga, Goniydagi Zhongbu Shanxayga kelib Yish va bu xizmatini ishlab kelyapman. Unda hozir sen shu Yish va bu Jingli laqab yil chiqdingmi? Hisobda bultur chiqdim, hisobda 2025-yili yilning 5-yida chiqqan bo'ldim. Hesab ishni ko'rlab ketibsan-da. Endi bu lingyuga nisbatan haqiqatan bak tez bo'ldi. Chunki men o'zimniki boshidagi o'g'an meni o'zimdan qo'yxo'asda ish va bu degan bu lingyuda mush kasbda bir 10 yil ishlagandan keyin mushga hozir qoldim chiqa olayman deb o'ylagandim. Shuji ish va bu, yo'qona ish va guvan, yo'qona gaoji ish va guvan, uningki ish va jingli deb bo'ldi hisobda. Men shu yilda bir o'rlablam menib, hozir shu ish va jingli degan holatga chiqdim. 10 yilda chiqmagan qo'y faranda 3 yil ma'lum bo'ldi. Unda shu samburqa javoblarni ipkilamdi. Albatta, buningki har qanday bir ishniki yaxshi tarafi va yomon tarafi bo'ldi deb o'ylayman. Tez bo'lgani haqiqatan mening oilamga nisbatan bo'lsa, o'zimga nisbatan bo'lsin, nurg'ulon yaxshi taraflarni olib keldi. Men iqtisodiy jihat bo'lamdi yoki men hozir bu lingyudagi yengshonli bo'lamdi. Hammasi shunday yaxshi tarafdan nima qilib keldi, ammo men o'zimning ichidan yana bir o'ylaydiganim, men balki bosib o'tadigan nurg'ulg'an to'soqlarni texnik o'zim tiyan qilmay turib hozir qilmay chiqdim. Men hozir qamdi bundan keyingi qo'yxarim taqshidi bu ish. Men hozir qilmish holatimda 3 yildan 5 yilgacha taraqqiy qilib, jing yana to'plagandan keyin uningdek texnik yuqori bo'lgan konvoyga ilgarilashni uningdek o'ylashman. Chunki baktiz o'rlab ketgan chog'da keyingi yiqilishi va yoki mag'lub bo'lishim shuncha tez bo'lib ketdi deb o'ylayman. Unda asl shu Urumchining doktorxonasidan, o'sha Nonxuaniki Xiaoshuosi, Urumchidagi Xiaoshuosi kirdingmi? Ham shu jarayonda sen shu kasbiy jiya qo'yxaringning o'zgargan vaqtimi? Turmushim nisbatan eng cho'ng burilish nuqtasi bo'lib qoldi deb o'ylayman. Chunki men kichigimdan doktor bo'lish degan bir orzu yo'qdi. Men uni o'ylab boqmagan. O'sha oliy maktab imtihon berib orzu qo'shqizgandim, men doktor bo'lish degan o'ylab boqmagan. Endi doktor bo'lmaslikqa yana bir xil qo'rqinish bor. Men doktorlikdan boshqa nima ish qila olayman deb o'ylaydim. Doktorxonada ozroq ishlagan bo'lgandan keyin, masalan, ba'zilar bor doktorxonada 8 soat ishlashni o'zi huzur deb his qildi. Men uni o'ylayolmadim. Men unda his qilolmaydi ekanman. Shunlashqa shu yerga kirgandan keyin uningki barbara men ish yo'q degan qanday xizmat qildi, shu shambu degan qanday xizmat qildi, yanfa bo'lmadi degan nima ish qildi deganlarni tushundim. Doktorlik o'qigan bolalar cho'qim doktor bo'ldi degan narsani bir taqib o'qib degan kalonlik deydi, birinchini.
Men o'zim uqmaytimki shunda, masalan, unda cho'ng chiyalarniki undajıq bo'lmasdan bog'liq. Uningdan keyin meniki shu chaqda men haqiqiy his qildim, doktorlik o'qiganlar va doktorlikdan boshqa nurg'un ishlarni qila oladi deb. Urumchininki shovshovliqidan shu Janjodagi yusha bu kelishing hayotimning bir eng chong burilishini hisob qilishundami? Men uchun rasmiy pek cho'ng o'zgarish qilgan. Va yin kelgan chaqda, osh men bilan tan xizmat qilganlarning hammasi degidek, Jobao Ayayop deganlar, hattoki Beydaninki Banyanji boshi. Onunki yeni ba'zilari bo'lsa Kolumbiyada shu deganlar, hattoki Xafida shu o'qiganlar bor. Sen bo'lsang Xinjiang yigitladim. Men bo'lsam faqat bir Xinjiang yigitladim. Janjog'i borgan. Ham meningki Beijingda men so'ng shov jo'ngochida. Va nurg'ulg'ov qumdan o'qimaydi ekanman. Hatto shularningki shu eng chong boshliqning degan shu bizning boshliqning degan gapininki teaching logikasini tushunmaydi ekanman. Qaysi yo'l orqali mangma deganini tushunamagan. Shu chog'da o'zimni ben qo'yishim qilib ketgan. Yangidan Urumchidan, masalan Xinjiangdan Henan Janjog'iga yegib berishim. Tunji qitim berishim meningki. Lekin rost gapsam men 20 kundan badashlik beraldim. Bir tarafdan xizmat men u xuddi bilan qilolmaydigandek his qilib ketgan shu chog'da. U yoqda meniki ayolim bo'lsa meniki men pek to'g'ri maslahat beradigan, mening maslahatchim. Qarasam o yinimda yo'q, shuning bilan bo'ldi. Kelsangiz o'ptika dedim, shuning bilan ayolimni ajoyib qo'llaydi. Shu chog'da xizmatida istab ayiriblam, shu zaman keldik. Shuning bilan u chog'da yo'liqqa ishlab, balani qanday o'rinlashtiramiz, uyni nerda ijara olamiz. Bala 2 yoshmi? Va balam 2 yosh vaqti ham. Endi mengib texi tilimsek chiqmagan vaqtida notunish o'g'an bir muhitga. Uydagilarni imib keldingmi? Uning uchun notunish bir muhit, uyim, ayolim, balang hammasi bor. Osh vaqt bir javli bo'lgan, qilamsam qanday qilaman, bir oilamni beqo'stim. Ayolim istifo berdi deb shunchalik bir yalilar bo'lganmi? Rasmiy boshqa kelgan chog'da fuqilodiki, biz kechalar uxlayolmaydim. Ammo lekin yana o'ylayman, agar u xil javlilikni pek uzun davomlashtirsam hech qanday foydasi yo'q menga. U mening o'ylaydiganim, men bunda javli bo'lib bu yerda tashvishsizman qilolmamdim degan o'ylagandim. Men qanday qilsam yaxshi qila olayman, qanday qilsam o'rgana olayman degan o teximi muhim o'rin qo'ydim-da. O'zingni tushunishing, anaki o'zingni qabul qilish iqtidoring yo'q ekan-da. Bir odam uchun, bir kishi uchun masalan, oldin ilgilanish nima eng muhim desa, men o'zini so'yish deyman. Sen o'zingni so'yish, uchun menimcha o'zini haqiqiy tushunish kerak. Aytsizchi, qanday qilganimni men o'zimni haqiqiy tushunaman. Men zodi nimaga erishmoqchi? Men qanday qilsam men erishmoqchi bo'lgan natijamga yetinaman deganni tushungan chaqda odam o'ningdan keyin atrofidagilarni so'yalaydi, o'zini olg'a ilgilata oladi. Men shuni tushunib yetgan o'xshayman shu joyda. Shuni tushunish uchunmi men nurg'ulg'an kitoblarni ko'raman. Ba'zilar deydi kitob ko'rsam hisobmi deydi. Ammo lekin men uchun shaxsan men uchun haqiqatan behchon foydasi bo'ldi deb qarayman. Qaysi fanshan kitoblarni ko'rgansan? Technology deymiz, Moskvaning To'ychanxan Tiyishin Yuanli degan kitob bor, Jinzita Yuanli degan kitob bor, Logi Sivey degan kitob bor, uningki Keylenshi degan kitob bor. Shularni ko'rib men to'g'riga o'rganish usulini o'rgandim. Boshda burun Shanxay kelgan chog'da balni shaxsiyatida o'qitgan bo'lsak 6300 ming ketib qoladi. Davlat nomi siyosatlari bek yaxshi bo'lib, o'qish pullarini mo kamaytirib, Mushu G'uljidan chiqib Urumchiga vadan, Urumchidan Janjog'iga vadan, Janjog'dan hozir Shanxayga bo'lsa yaxshi ishlayapsa, mush jarayonlarda uydagilarni qo'llash qanday bo'lgandi? Birinchidan ota-onam men chiqargan har bir qarorga hurmat qildi hamda to'xtamay quvvatladi. Eng muhimi mening hozirgi oilamdagi ayolim men uchun bek cho'ng ta'sir ko'rsatdi deb o'ylayman. Men har bir chiqqan qarorda meni qo'llash tarafda o'yildi. Hattoki Junjoyi shu bu jangan qilma deb ketgan chog'da men javli bo'lib yin xizmatga o'rilish o'zimni xoyi bo'lgan chog'da ikkilanmaylam. Xizmatida istiqo berib balani ilib kelib, mening kaynimni qo'llab quvvatlab, uyning puttu ishlarini hammani o'z ustiga ilib, bola tarbiyalash olamda, uyning ishlari olamda hammani qilib, mening putun mening jinglerimning hammani xizmatga sarf qilishimga cho'ng yordamda bo'ldi. Men o'ylayman, mening hozirgi erishgan natijalarimningki 20 ming bo'lsa, 20 shu meni qo'llagan ota-onam va ayolimning deb o'ylayman. Biroq kichik vaqtimda mushtalar kelib, mushta cho'ng shaharlarga kelib xizmat qilish orzuyim bor-di. Ayolimni, balamni, oiladagilarimni ilib mushada. Haqiqatan o'zim rozi bo'lgan xizmatni qilyapman. Shuningda o'zim turib o'ylab qolmay, bas tushimmi yoki deb rost gapsam shu hozirgi yetgan shu kunlarimga ko'rayotgan kunimga haqiqatan shukriyam. Haqiqatan teotoq kelganda meni gongzon cho'la shukramasdi. Uyning ijarasi 6 ming ko'y, bolaning o'qishi 5 ming ko'ydek bo'lib, men to'laydigan pul 12 ming ko'yni cho'qim to'laydim. Xizmatda yaxshi ishlagan bo'ldim. Uniki aliyasini ham o'sha 全团队最高的一份，从那时候你跟全球总部的张经理们 tasdiqlab turib qilib Sen chiqib bo'ldik. turib o'zimni shu yurtimni saqlanib qolmay Xinjiang g'uljilarni, urumchilarni degandek. Mishada bir odam to'ydigan narsaga yashadi. Bir oil kishilari to'yib, mo'lchilik bilan turmush kechirgan bo'ldi. Aka unda aspegan eng oxirgi bir savol mush bir necha jarayonda sen nimadan his qilding? Mening his qilganim bo'lsa hozir degan uchur taraqqiyot davri bo'ldi. Nurg'ulg'a uchurlarni biz to'xtatmay kunda degidek uchurlarni qabul qilamiz. Shunlashqa uchurlarni odamlarni ba'zida tashvishlanib yuradi, javli qilib yuradi. Meningcha uni o'ylagandan, tashvishlangandan odam o'zini haqiqiy tushunib, men nimaga muhtoj, men qayerdan qayergacha, men nima narsani o'rgansam, o'zimning maqsad muddasiga yetaman deganni, maqsadni yoki mubiyoni tiklab, shu mubiyoni yurakning eng ichiga, qat-qat ichiga saqlab qo'ygan ekan, butun nuqtai nazarini, butun vujudini men o'zimni qanday qilgan tishing qila olayman, men o'zimni qanday qilgan olg'a ilgarilata olayman deganga sarf qilsa, balkim 5 yil ketish kerak, balkim 10 yil ketadi va yoki undan uzun ketish mumkin. Ammo cho'qqim shu nishonga yeta oladi. Cho'qqim shu nishonga yetish uchun qat'iy voz kechmaslik kerak. Ma'qul fikrmida olsa, Ma'qul, xo'sh. xo'sh, kishilar o'ng'ashlik bo'lsa, Ma'qul, ma'qul. yaxshi ketadi.